Endilikda foto va video orqali qayd etiladigan huquqbuzarliklarning aniq ro'yxati shakllantirilganidan xabardormisiz? Maxsus avtomatlashtirilgan foto va video qayd etish texnika vositalari orqali quyidagi ma'muriy huquqbuzarliklar qayd etiladi. Jumladan, xavfsizlik kamaridan foydalanish qoidalariga rioya etmaslik, transportni boshqarish vaqtida telefondan foydalanish, belgilangan harakat tezligini soatiga 20 km dan ko'p bo'lmagan kattalikda oshirib yuborish, to'xtash yoki to'xtab turish qoidalarini buzish va boshqalar. Maxsus avtomatlashtirilgan foto va video orqali qayd etiladigan ma'muriy huquqbuzarliklarning aniq ro'yxati shulardan iborat edi. Qadrli yurtdoshlar, agar o'zingizni qiziqtirgan boshqa huquqiy masalalar bo'yicha ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, bizning advice.uz huquqiy axborot portalidan bemalol foydalanishingizni eslatib o'tamiz.